BMW ga yoki Range Rover ga yoki Mercedes ga pul yetmaganlar uchun, lekin o'sha mashinalarning navorotini xohlaganlar uchun mana bizda sotuvda Li9 avtomobili 2024-yilda ishlab chiqarilgan, 25 salondan olingan Ultra Dores komplektatsiyasi, bosib o'tgan masofasi probegi 26.000 km. Mashinaning kraskalari 100% toza, полностью broneplyonkalar qilingan, tonirovka ruxsatlari bilan master akkauntlarigacha yoqilgan, rusifikatsiyalar qilingan. Xullas, haydashga tayyor qilib qo'yilgan mashina, hech qanaqa aybi, kamchiliklari yo'q. Bemalol xohlagan ustunlarga tekshirtirib olishingiz mumkin. Saloni oranjoviy rangda, apelsin salon deyiladi xalq tilida. Koja moja hammasi ideal holatda turibdi. Hech qanaqa aybi, nuqsoni yo'q. Bemalol xohlagan ustunlarga tekshirtirib olishingiz mumkin. Mashina svejiy holatda turibdi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $57.800. Telefon raqamlarini video описаниесida va video kommentariyasida qoldiramiz. Telegram kanalimizga o'tib olsanglar, Telegramni rivojlantirishga sal urg'u berishni boshladik. Bu yerda ko'proq mashinalar qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.